Optim narxda turgullar. Necha puldan aka? 6 mingdan beri optim. Donaga-chi? Donalar 10 mingdan sotdik. Nima nav? Dolce Vita bu, o'rtasi qizil shoh, buyog'i oqroq bo'ladi. Mana Nikol degani bor. Qizil, o'rta sariq. Necha pul bo'ladi? Hammasi bir xil narx. Ha, bir xil narx. Mana piyongilga o'xshab qavat ochiladigan oq, o'rta sariq bo'ladi. Mana bu oq atirgul. Bu черная magiya buket qiladigan gul. Buni hidi bo'lmaydi. Mana bular hidlari bor. Bunda nima bular donaga 10 mingdan, 10 mingdan, pochkaga mana optimda 6 mingdan beri. 6 ming. Pochkada necha? 20 ta. 20 ta turadi. 6 mingdan, donaga 10 mingdan. Mana shular hammasi shulardan. 8 mingta gul bor. 8 ming. Hech qo'ygan, ko'karib yotibdi. Rahmat. Nomerlar aytib 97lik 97lik 757 757 03 03 77. 77. Hosilbek. Hosilbek aka, telefon qilaverasizlar. Optim narxda. Optim narxda bor yana uyda. O'zimiz dehqonchilik. Qayerdagi bular? Farg'ona Quvara. Farg'ona. Hammasi Farg'ona Quvaysiki. Ko'chatlar, daraxtlar shu yerda chiqadi. Rahmat. Necha pul aka? Xurmolar mana, xurmolar 50 mingdan. 50 mingdan. Anjirlar 35 ming so'm. Ko'proq olsa kelishiladi. Kelishiladi. Mevali mana beximiz 60 ming. Olmalar 40 ming so'm. Bu karlik noklar, meva beradigan noklar 60 ming so'm. Kelishtiriladi. Mana bu ham nok 60 mingdan. Slivalar mana. Slivalar 40 mingdan. Gullardan bor mana. Gullar 60 ming so'm. Gullar 3 xil ochiladi. Bodom necha pul? Bodomlar birinchi qimmatroq 70 ming so'm, 60 ming so'm, 65 ming so'm qilib beryapmiz. Shotlar 30 ming so'm. Mana shoftolilar 3 xil 4 xil sortlari bor. Ular ham 50 ming so'm. Anormi? Anor necha pul? Anor emas, shoftoli. Anorlar 20 ming so'm. 20 ming anor. Giloslar. Bular shponchalar 70 ming. Giloslarimiz mana skina navlari bor, 3 xil navlari bor, 70 ming so'm. Uzumlarimiz bor mana. Uzumlar 50 ming so'mdan. Mana 3 xil sort avatarlar bor, mana 60 ming so'm. Ular 60 ming. Avatar yangi chiqqan sort. Mana gullarimiz 40 ming so'm. Ko'proq olsa kelishtirib beramiz. Nomer qoldiray. 91lik. 91lik 110 2958. Ko'chatlar dehqonchilik. Qayerdagi? Quvoniki. Farg'ona Quvoniki. Kelishtirib beraveramiz. Telefon qilaverasizlar. Rahmat aka, sog' bo'ling.